2026-yilda o'z sarmoyasiga ega bo'lishni istaganlar va IT sohasiga qiziqqanlar, IT sohasida o'z kelajagini ko'rganlar dasturlashni shunchaki o'rganish emas, balki mukammal o'rganishlari uchun. Loyihamiz rejasi quyidagicha: algoritmlar va mantiqiy fikrlash, dasturlash asoslari, veb dasturlash, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, kiber xavfsizlik madaniyati, amaliy loyihalar yaratish, jamoaviy ish ko'nikmalari, motivatsion treninglar va albatta IT bozorida ish topish mahorati. Loyiha ishtirokchilari yotoqxona bilan ta'minlanadi. Buxoro xalqaro universiteti "Men dasturchi bo'laman" loyihasiga sizni rasman taklif etadi. Loyihamiz ishtirokchilari soni cheklangan. Ro'yxatdan o'ting, batafsil ma'lumot oling va 1-iyuldanoq kelajak sari yangi qadamlarni tashlang. Pastdagi tugmani bosing va biz bilan bog'laning.